o'rtoqli man sizlarga 57 ming dollarga Sergelida metroga yaqin joydan zo'r uy topib qo'ydim. Hozir hammasini ko'rsataman. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Sergeli tumanidamiz. 6A dahasida turibmiz. Mashina bozori shundoqqina orqasi metroga yaqin. Bolalar mana maydonchasini ko'rsanglar bo'ladi. Bolalar maydonchasi shundoq do'mmi yonida 4-etajda. Hozir birgalikda sizlar bilan chiqib boramiz. Maktab, bog'cha umuman muammosi yo'q. Do'konlar juda ham ko'p, metro yaqin, mashina bozori yaqin. Ipodromga ham ketsangiz bo'ladi. Bu yoqdan shahar kirib ketsangiz ham juda ham qulay lokasiya. Ko'ryapsizlar, salqin, hozirgi kunda 44 gradus issiq bo'lsa ham, mana salqin, do'mi salqini tushib turibdi. Ketdik birgalikda 4-etajga chiqamiz. Liftlari bor, hamma sharoiti bor. Umumiy yer maydoni 48 kvadrat metr, 2 xona, 3 xona qilishgan ekan. Siz bilan birgalikda ko'ramiz. Narxini boshida aytganim uchun bitta obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada yozib qo'yish sizlarga omonat. Kommentariyada qo'llab-quvvatlab turinglar. Aytgancha meni kanalim, eski kanalim yo'q, hozir o'zimda emas, bu yangi kanalim. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'linglar. Ushbu uy egalarining raqami pastda, har doimgidek. Biz makler emasmiz, ustidan pul ishlamaymiz, bilasizlar. Egalarining nomerini qo'yib ketamiz. Agar sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Video opisiyaniyasida Telegram va Instagram sahifalarimning linklari bor. Ketdik birgalikda 4-etajga chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, mana liftga chiqamiz. Lift bor ekan. Ketdik 4-etaj. O'rtoqlar 4-etajga chiqdik. 4-etajga chiqishimiz bilan o'ng tarafimizda 10 xonadon ekan va biz to'g'ridagi xonadonga kiramiz. O'zi 3 ta xonadon bo'lar ekan. 10, 11, 12. Biz 11-xonadonga kiramiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, kirishimiz bilan koridor bor ekan. Svetlarni yoqib qo'yamiz. Bu tarafda o'zini tualet, vannasi bor ekan, sanuzeli bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Remontlari yaxshi, akkuratni, chiroyli turibdi. Xo'p, bu xonamiz umumiy o'tirib, choy ichadigan, ovqatlanadigan va zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zal sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Tashqariga qaragan oyna romlari bor ekan. Nimalar qoladi aka bu yerda? Shkaf bilan kuxunlik qoladi. Shkaf bilan kuxunlik qolar ekan. Xo'p, demak, bu yerda mana kichkina bolalar yotoqxonasini ham sho'tka qilishgan ekan va ichkarida kuxunlisi bor. Xo'p, kelinglar, birgalikda ko'ramiz. Mana kuxunlik mebellari hamma narsasi qoladi. Bu yerda mana o'zini isitish sistemalari ham bor ekan, tashqariga qaragan oyna romlari bor. Mana topinglar, bu qaysi bozor? Kommentariyada yozib qoldiringlar sizlarga. Xo'p, har biringizga shuna xonadonlar nasib qilsin. 48 kvadrat metr yer maydoniga ega. Ko'ryapsizlar, oshxonalari va kichkina detskiy xonani ham bu yerga qo'yishgan, 3 xona qilishgan. Xo'p, bu yerda svet yoqa olmadim. Kattalar yotoqxonasi, o'zini eshik, o'zini tashqariga qaragan romlari bor. Mebel texnikalarini bu yerga olib ketishadi, o'zingiz kelib joylashib. Remontlari zo'r, umuman remont talab emas. Yaxshi, kirib maza qilib yashashga tayyor xonadon. Xullas 48 kvadrat metr yer maydoniga ega, o'zi umumiy 2 xona. Hozir ko'rdinglar, detskiy ham qilib qo'yishgan, oshxonaga kiraverishdi. Bemalol bitta farzandinglar yotsa bo'ladi. Yosh oilalar uchun zo'r xonadon. Narxini 57 ming dollar so'rayaptilar, pastda egalari nomeri kelishtirib, chiroyli narx qilib beraman dedilar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, savdolashib xarid qilib qolsanglar bo'ladi. Sizni ham uy joy sotish kerak bo'lsa, sotiladigan uyingiz bo'lsa, sota olmayotgan bo'lsangiz, maklerga aytdingiz, makler qanchadir vaqtingizni cho'zayotgan bo'lsa, bizni o'zingizning nomeringiz bilan auditoriyamizga borib chiroyli qilib uyingizni obzor qilib, xuddi shunaqa video qilib YouTube, Instagram, Telegram sahifalarimizga joylashtiramiz. Odamlar, xarid qilmoqchi bo'lgan odamlar o'zingizga bog'lanadi. Shunaqa uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qiling, o'zim javob beraman. Borib chiroyli qilib obzor qilib, uyingiz sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda shunaqa chiroyli xonadonlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Duo qilib, menga ham shunaqa uylar nasib qilsin deb yozib har bir insonga 2026-yilning o'zida Alloh shunaqa zo'r uylardan nasib qilsin. Sog' bo'linglar.